Passiv kayfiyat sizni turli kasalliklarga giribtor qiladi. Avtori Jon Sendler. Kayfiyat odatda avtonomik nerva va ichki ajratma sistemasi orqali odam badaniga fiziologiyalik ta'sir ko'rsatadi. Nerva sistemasining hissiyotga munosabatli qismi avtonomik nerva sistemasi deb ataladi. Avtonomik nerva sistemasining markaziy qismi tovanki do'ng mengi bo'lib, u yana mengi osti bezining g'idiqlashga inkas qaytirish markazidir. Uning ko'p uchraydigan nerv funksiyasi muskullarning chinqilishi bo'lib, mayli putdagi, qon tomir devoridagi yoki oshqozondagi muskul chinqilish bo'lsin, hammasi og'riqqa sabab bo'ladi. Shunglashqa kayfiyatdan manbalangan muskul chinqilish bo'yin, oshqozon, barmoq uchay, bosh terisi, qon tomir va so'ngak muskullarining og'rishini keltirib chiqaradigan bo'lib, bu og'riq ig'ir jarohat og'riqiga o'xshab ketadi. Kayfiyatdan manbalanadigan yana bir masala teri kasalliklaridir. Teri kasalliklarini o'z ichiga olgan nurg'un kasalliklar passiv kayfiyat sababli ig'irlashadi. Oshqozon uchay yo'limi kayfiyatdan manbalanadigan kasalliklar ko'p yuz beradigan o'rinlardan biridir. Qisman ahvolda biz odatda qo'rsoq ko'pish deb ataydigan hodisimi hazm qilish yo'lidagi kayfiyatdan manbalanadigan spazma, ya'ni markaziy nerva sistemasining g'idiqlanishi tufaylidan muskullar jiddiylashib, g'ayri tabiiy holda qisqiraydigan bir xil hodisasidir. Yig' tutib qilishmi ko'pincha oshqozondagi kayfiyatdan manbalanadigan muskul inkasining mahsulidir. Passiv kayfiyat muskul chinqilishni keltirib chiqardi. Passiv kayfiyat ko'pincha so'ngak muskuli va ichki a'zolardagi muskullarning jiddiylashishi orqali ifodalanadi. Agar muskulni uzoqcha chinqildiradigan bu kayfiyatlar uzun mazgil davomlashsa yoki mexanikalik ravishda takrorlansa, shuningga aloqador qismning muskulini og'ritib o'tadi. Spazmdan kelib chiqqan qattiq og'riq bu nuqtani yaxshi tushuntirib bera oladi. Mushtingizni ching tugib, ya'ni bak ching bo'lmasimi bo'ladi, sinab baqsangiz bo'ladi. Dastlabda ancha og'riq his qilmaysiz, ammo bir ozdan keyin mushtingizni tugishdan kelib chiqqan muskul chinqilishdan barg'ansir qattiq og'riqni his qilasiz. Jiddiylik odatda bo'yin muskuli orqali ifodalanadi. Men uchratgan kasallik ahvollari orasida beshining orqa tarafining og'riqi bo'yin og'riqiga aylangan ahvollarning 85%ga kayfiyatdan manbalanadigan muskul chinqilishi sabab bo'lgan. Ba'zi kishilar nurg'un yillar ilgarila bo'yin og'riqining kayfiyatdan manbalanishi mumkinligini to'nib yetgan edi. Mundaq bir tajriba ishlab baqayli. Ozoda o'rindiqda o'ltirib, diqqatingizni yig'ib, ma'lum bir ish to'g'risida 1 soat andish qiling. Ondan o'rningizdan tursangiz, cho'qim bo'yningizning qattiq bo'lib qolganligini his qilasiz. Bo'yningizning og'riganligini his qilishingiz mumkin. Yurak rostilla bo'g'izga qaplashib qolamdi. Bizda qo'rqqanimdan yurakim bo'g'izimga qaplashib qoldi deydigan gap bor. Bo'yin og'riqiga selishtirganda bemorlar kekirtikida mo'nak borligini texmi ko'p shikoyat qilishidi. Tabiiyki, ular kekirtikiga o'sma o'sib qolgan bo'lishidan qo'rqidi. Amaliyotda ko'pincha ahvollarda bu faqat qizil o'ngashning eng ustinki muskulidagi kayfiyatdan manbalangan chinqilishdan kelib chiqadi. Bu muskul chinqilish sababli kishilar kekirtikida mo'nak, ya'ni hatto o'sma bordek his qiladi. Agar muskulingiz chinqilganda yemakliklarni yutmoqchi bo'lsangiz, chinqilgan muskullar bo'shashmag'achqa yemaklik gelingizga turib qolishi mumkin. Bundaq bo'lganda kishi yutqunchiqiga biror narsa o'sib qolganligidan texmi shubhalanadi. Ondan bu xil turib qolish ahvoli texmi ig'irlashadi. Ya'ni tipik nachar aylanish. Oshqozon kayfiyatni eng ro'shan ifodalaydigan a'zolarning biridir. Turmushimiz xo'shal bo'lsa, oshqozonimiz xo'shal kayfiyatni aks ettiradi, ishtohimiz yaxshi bo'ladi. Ammo turmush ko'ngilsiz bo'lganda, tuyuqsiz ishtohimiz tutilib qolganligini bayqaymiz. Agar shuningdan keyin yana kishini xo'shal qiladigan biror ish yuz bersa, masalan, azaldan bordi keldi qilib baxmagan tog'imiz bizga $1 million miros qoldirsa, ishtohimiz darhol ichilib ketadi. Men uchratgan kasallik ahvollari orasida oshqoznida jarohat borligini da'vo qilgan bemorlarning
50%-də jarohat bolmasdan faqat kayfiyatdan mənbəlangan muskul ağrıqı бар idi. İlgirki milich malla sodisi qiladigan bir bemorim бар bo'lib, uning oshqozni dal ashundaq passiv kayfiyat sabablik og'riydi. Zanjirsimon do'konlar o'rtasidagi keskin raqobat keltirib chiqargan avarchiliklardan shakllangan passiv kayfiyat uni oshqozon og'riqiga duchor qilgan edi. Bu bechara milich malla sodagirining uningdan boshqami nurg'un xapliqlari bor edi. Ya'ni, agar men uningdek xapliq tortgan bo'lsam, allaqachon og'rib yetib qolgan bo'lardim. Bunaliq bilan qolmay, uning o'g'li doim ish, yana kelib xeyli cho'ng ishlarni teribli yuradi. Milich malla do'koni bilan o'g'lining orasida qatirab yuradigan bu becharaning oshqozni og'rishga mahkum edi. Natijada uning oshqozon og'riqiga bosh og'riqi qo'shildi. Aslida oshqozon og'riqiga kuchlik tashvish qo'shilib, uning oshqozon og'riqini texmi ig'irlashtiribdi. Keyincha u oshqoznida yar yo'qligiga ishonishga boshladi. Chunki u yilda 2 qatim Wisconsin shtatining shimolidagi Belleville shahriga beliq tutqili borganda oshqozon og'riqining yo'qab ketadiganligini bayqagan. Ammo u 2 haftalik beliq tutish safarini oyoqlashtirib uyga qaytganda oshqozni qaytadan og'rishga boshlagan. Minnesota shtatining Rochester shahridagi mashhur Mayo tibobat markazidagi bir nafar dangliq doktormu shuningga o'xshash og'riqqa duchor bo'lgan. U o'zining og'riqining sababini biladi. Chunki u ish o'rnida kasal ko'rsala og'riqining dardini tortadi. Ammo u poyezdga o'ltirib uyga qaytganda poyezd Mississippi daryosidagi cho'ng ko'rikdan o'tmayla og'riqi to'xtab qoladi. Poyezdga o'ltirib Rochester shahriga qaytib kelgan hamon og'riqi yana boshlanadi. Undaqda u ko'rik bilan og'riqning zodi qandaq munosabati bor? U doktor bu masalani shundaq tahlil qilgan. Poyezdning ashu ko'rikka kelganligi uning Minnesota shtatidan, ya'ni o'zi bezor bo'lgan yerdan ayrilganligidan derak beradi. Cho'ng uchay kayfiyatning aynikidir. Shuningga o'xshash og'riq oshqozonning 28 fut ostidagi uchay yo'lida. Bo'libmi, biz cho'ng uchay deb ataydigan a'zodimi ko'riladi. Boshqa a'zolarga selishtirganda cho'ng uchay kayfiyat o'zgarishini eng yaxshi aks ettiradigan a'zodir. Necha yil ilgari Filadelfiyadagi bir dana doktor cho'ng uchay kayfiyatning aynikidir. Kayfiyat jiddiylashgan hamon cho'ng uchaymi jiddiylashishga boshlaydi degan edi. Kayfiyat bilan badandagi o'zgarish orasidagi munosabat cho'ng uchayda hayron qolarlik darajada ro'shan ifodalandi. Ko'pchilikning buningga cho'qim diqqat qilishini tavsiya qilaman. Har qanday odamda o'xshash kayfiyat har qitim o'xshash ravishda jismoniy jihatdan ifodalandi. Masalan, odam har qitim ansirganda bo'yinning kaynidagi muskullar texmi chinqiladi. Demak, muayyan kayfiyat jiddiyligi muayyan muskullarning chinqilishi bilan ro'shan bog'lanishlikqa ega. Ba'zi kishilarga nisbatan ma'lum kayfiyat cho'ng uchayning ma'lum qismini jiddiylashtirib etishi mumkin. Shunga cho'ng uchayning ashu qismi hamisha shu muayyan kayfiyatni aks ettirib turadi. Agar bu xil spazma qo'rsoqning o'ng usti tarafidagi cho'ng uchayda ko'rilsa, o'tki tosh tushganga o'xshash bir xil mujub og'rishga sabab bo'ladi. Men davolash jarayonida o'tdagi tosh tushishning tipik alomatlari bor nurg'un bemorlarni uchratdim. Ammo ularning o't xaltisi normal bo'lib, ularning bearamchiligiga cho'ng uchay yoki boshqa qo'shma a'zolardagi kayfiyatdan manbalangan spazm sabab bo'lgan edi. Chikagodagi fiziologiya doktori Andrew Evening qarashicha, o't naychisining chiqish eg'izidagi turma muskulining kayfiyatdan manbalangan spazmisi keltirib chiqargan og'riq o'tga tosh tushgandagi mujub og'rishga o'xshashla ig'ir bo'ladi ekan. Bu o'tga tosh tushish emas, kayfiyatdan manbalangan cho'ng uchay og'riqidir. Balkim har bir doktor kayfiyatdan manbalangan cho'ng uchay spazmisiga o'tga tosh tushgan deb xato diagnoz qo'yib baqqan bo'lishi mumkin. Peqirning ashundaq sarguzashtisi bor. Bir kuni ma'lum bir ayol bemorning kesilini ko'gili borganimda, uningda o'tga tosh tushganda ko'rildigan jiddiy qo'rsoq og'riqining barliq alomatlari bor edi.
Mencha, shu vaqtdagi doktorlarning hammasi bu xil kasallik alomatiga shundoq, ya'ni o'tiga tosh tushgan deb diagnoz qo'yishi mumkin edi. Shuning bilan men noiloj uning og'riqi pasayguncha og'riq to'xtatish ukolidan 3 ni urdim. Lekin men 2 kun avval uning birdan-bir o'g'li askarlikka kirish uqtirishini topshirib olganlikdan iborat reallikni tamoman nazardan saqit qilgan ekanman. Aradan 2 kun o'tgandan keyin uning o'g'li harbiy lagerga qarab yo'lga chiqdi. Bu ayol yana bir qatim intayin ig'ir og'riqni boshdan kechirdi. Bu og'riqning alomatlari o'tga tosh tushgan chog'dagi alomatlar bilan tamoman o'xshash edi. Men uningga yana og'riq to'xtatish ukolidan 3 ni urdim. 3 oydan keyin u o'g'lining Nyu-York shahridan ayrilib, chet elga chiqib ketganligidan xabar topgan. Ammo manzil aniq emas edi. Bu xabarni anglab, 2 kundan keyin u 3-chi qatim va eng ig'ir mujib og'rishni boshdan kechirdi. U qatim ahvol bak ig'ir bo'lg'achqa, uni doktorxonaga apirishga majbur bo'ldim. Meni hayron qoldirgani shuki, rentgen tekshirish natijasida o't xaltasida hech qanday normalsizlik bayqalmadi. Shu sababdan men ayni chaqda o't xaltasida rentgenda ko'rinmaydigan tashlar barkan deb qaragan edim. Shunga uning o't xaltasini kesib elitishni tavsiya qildim. Bemorning ma'qulligidan keyin uning o't xaltasi elitildi. Shuningdan keyingi bir necha oyda uning ahvoli intayin yaxshi bo'ldi. Diagnozimning to'g'riligidan faxrlanib yurgan kunlarimda bu ayol 4-chi qatim yana o'xshash og'riqqa duch keldi. Og'rigan o'rin o'xshashla qo'rsaqning o'ng tarafidagi o't xaltasiga yaqin joy edi. Ammo uning o't xaltasi elitilgan edi. Bu qatimliq qattiq og'riqdan 2 kun burun u o'g'lining Janubiy Afrikaga ketganligidan va u yerdagi germanlar bilan bo'lgan urushga qatnashganligidan xabar topgan ekan. U o'g'lining jang maydonida yaralanganligidan xabar topgandan keyin 5-chi qatimliq og'riqqa duch keldi. O'g'li uyiga aman eson qaytib kelgandan keyin bo'lsa, uning og'riqi faqatli qayta qo'zg'almadi. Kayfiyatdan manbalangan so'qir uchay yallig'i. Cho'ng uchayning kayfiyatdan manbalangan spazmisi qo'rsaqning o'ng tarafining tövenki qismida ko'rilsa, hamma odam buni so'qir uchay yallig'i deb o'ylaydi. Ammo qancha aqlliq doktorningmi buningga to'g'ri diagnoz qo'ya olishi imkonsiz. Bo'libmi bu xil ahvol bolalarda ko'p yuz berdi. Ko'pincha ahvollarda bu xil ahvoldagi bemorning bexatarligini nazarda tutib operatsiya qilinadi. Ammo qo'rsaqni yerib bo'lgandan keyin doktorning ko'rdig'ini faqat normal so'qir uchay xolos. Yana ba'zi kishilarda cho'ng uchayning hamili yerda tortishish ko'rilishi mumkin. Bu xil kishilarning kayfiyatining favqulodda nachar ekanligida shak yo'q. Cho'ng uchayda kayfiyat sababli nurg'un qalaymaqonchiliklar ko'rildiganligi uchun cho'ng uchay spazmisi, cho'ng uchayning g'idiqlishiga qarshi inkosi qatorliq kasbiy atalg'ular paydo bo'ldi. Bularning hammasi faqat kayfiyatdan manbalangan cho'ng uchay inkosini ko'rsatadi xolos. Kishilar hamisha qo'rsoq ko'pish yoki yallik ishiqdan shikoyat qilishib, doktor, yegan narsalarimning hammasi qo'rsqimda yelga aylanib ketadi. Doktor, yerginishlik bir narsa qo'rsqimni ko'ptirib deyishidi. Yoki ba'zi kishilar badanimdagi yel yuragimni besib oldi deydi. Hatto bir bemor menga yegan narsalarimdan chiqqan yel ko'krak bo'shlig'imdan o'rlab, gelimdan o'tib, qulog'imdan chiqib ketadi degan edi. Bu qo'rsoq ko'pishni yoki yellik ishiqni his qilganimizda kichik uchayning bir yoki bir qancha bo'ligi ching yig'ilib olgan bo'ladi. Bu xil spazma kichik uchayni bakli taraytib, damalliqqa to'silish paydo qiladi-da, natijada uchaydagi narsalar yurishalmaydi. Bu xil spazmdan manbalangan to'silish bir necha minut yoki uningdan uzun davomlashishi mumkin. Uchayning lo'mildishi uchaydagi gaz va suyuqlik moddalarni ashu to'silgan o'ringa apiradi. Natijada uchayning to'silgan joyi yo'g'inaydi. Uchayning tortishishi bilan kishilar qo'rsqi ko'pgandek his qiladi. Agar spazma tuyuqsiz to'xtab qolsa, uchaydagi ko'pishgan moddalar oldiga mengib, kishilar qo'rsqining g'o'ldirilgan ovozini anglaydi.
qo'rsaqdagi besimning tuvallishiga agishib, kishilar hamisha ishonch bilan qo'rsqimdagi yal chingib ketyotidi deyishidi. Operatsiya ustilida biz odatda qo'rsaq ko'pishning dardini tortgan bemorlarga qo'rsaq anatomiyasining ranglik suratini ko'rsatamiz. Bir qatim saqchilar tarafidan ko'p qatim qo'lga ilingan bir yigitni operatsiya qildik. Ba'zi tibbiy sabablar tufaylidan uning qo'rsaq operatsiyasi uchun faqat qo'rsaq divorila qisman narkoz qilingan edi. Uning qo'rsqining amdili ichilgan holati xotirlangan tunji rasmda kichik uchay va cho'ng uchayni aniq va to'liq ko'rgili bo'ladigan bo'lib, hamma ish normal edi. Andin doktor saqchilarning doktorxonaning sirtida bu yoshning doktorxonadan chiqishini saqlayotganligidan xabar tepib, uningdan yaqinda saqchilar bilan uchrashganmidingiz deb so'raganda, bu savol so'rilib 1 minut o'tar o'tmayla bemorning kichik uchining nurg'un joylarida muskul tortishib qelish va shuningga so'ngdishibli kelgan ko'pishish aniq ko'rilgan. Andin qo'rsaq anatomiyasining ikkinchi parcha surati tortilgan. Doktor, hozir qandaroq tursiz deb so'raganda, heliqi yigit qo'rsqim ko'pib ketdi deb javob bergan. Yig' tutib qelishmi kayfiyat sabablik bo'ladi. Yig' tutib qelishning prinsipi yuqoridagiga o'xshash bo'lib, o'xshamaydigini u faqat oshqozonda ko'riladi xolos. Men intayin munavvar bir natiqni taniyman. Uning har qatimliq nutq so'zlashning oldidagi 10 minutlik kunish jarayoni to'limi azobli bo'lib, bu vaqtda uni hamisha ixtiyorsiz yig' tutib oladi. Ammo uning kayfiyati muqimlashib, o'z ritmiga kirib olgandan keyin yig' tutishmi to'xtaydi. Men nurg'un yillar ilgirki bir bemorni hargiz unutib qolmayman. U bechara uyida, ibodatxonada yoki mening ishxonamda bo'lsin, har 30 sekundda bir qatim yig' bo'lib qoladi. Yana kelib shu xil holat bir hafta davomlashgan edi. Ma'lum bir tashqi kasalliklar doktori kerigatni muqimlashtirish uchun kerigat nervisini kesib o'tish taklifini bergan edi. Uning yig' tutishi mundaq boshlangan edi. 1942 yil atiyazda u dehqonchilik maydonini setib o'tib, uning o'rniga bir bolkxona setib olgan. Ammo u bolk sodisidan tamoman xabarsiz edi. Ko'pchilikka ma'lumki 1942 yili Amerikada shakar, un va bolkxonaga keraklik barliq materiallar normalik edi. Bolkxona tijorati bilan shug'ullanadigan kishilarga nisbatan bu bechara yigitning matematikasi favqulodda nachar edi. U shu sababli o'zining qanchalik material setib oladiganligini bilmagachga uzun o'tmayla yerlik normalik ta'minlash komiteti bilan jidallashib qolgan. Oxirida hatto bu ishga federativ hukumat vakillarimi qo'l tiqqan. Natijada uning bolkxonasi pechatlangachga u bakla aloqazodi bo'lib ketgan. Balkim har qandig'imiz ashu xil ahvolga yo'liqsaq, badanimizda ashu bechara yigitninkiga o'xshash inkas ko'rilishi, ya'ni yig' tutib olishi mumkin. Aniqki, bu ishning faqat bolkxonani setib o'tishdan iborat birli chorasi bor edi. Men bu taklifni o'ttirg'a qo'yganimda, u biz ko'rishgandan keyin tunji qatim kuldi. Bolkxonani setib o'tish ishlari o'ngishli tamomlanib, 12 soatdan keyin u oxiri yeniklab yig' tutishimi oxirlashdi. Qon tomirlari kayfiyat o'zgarishiga qarta eng sezgirdir. Odam badanidagi yuqorida qayd qilinganlardan boshqa muskullar, bo'libmi nurg'un qon tomirlarining devorlaridagi muskullarmi birdak kayfiyatning ta'siriga uchraydi. Qon tomir inkasining eng ro'shan va eng ko'p uchraydigan misoli yuzning qizirishidir. Bosh so'ngakning ichi va sirtidagi o'tiral tomliqdagi qon tomirlar hissiyotning g'idiqlashiga eng sezgirdir. Bu qon tomirlar kayfiyatimizning o'zgarishiga inkas qaytarganda bosh og'riqni yoki og'ir darajadagi shaqiqa, ya'ni boshning yerimi og'rishni keltirib chiqardi. Nurg'un kishilarga nisbatan kayfiyatning g'idiqlashi eng cho'nqur qatlamliq masala bo'lishi mumkin. Masalan, mening bir bemorim nihoyat og'ir darajada shu kasalga giribdor bo'lgan edi. U har qatim sirtqa chiqqanda bosh og'riqi qo'zg'alib, uyga qaytganda og'riqning dastidan kunlab yetib qoladi.
Şoңa o zörür işleri üçün sırtqı chiqishdan ilgari uyni pokiz tozlab, balalarni yuyub tarab, sirtda qilishqa tegishlik ishlarni yaxshi planlab oladi. Texmi muhimi, u aslida tartinchoq bo'lg'achqa, sirtda nurg'un kishilar bilan ko'rishishni o'ylasila, tit bo'lib ketadi. Şoňa har qatim ko'chaga chiqishdan burun beshi og'rishqa boshlaydi-da, ko'chadan qaytib kelgandan keyin yetib aram elishqa majbur bo'ladi. Albatta, ba'zida u doktorga ko'ringil boradi. Ammo har qatim yanada beshi og'rigan holda qaytib keladi. Kayfiyatdan manbalanadigan teri masalalari. Amaliyotda terida ko'rilgan masalalarning nurg'uni kayfiyatdan manbalanadigan teri yalliqidir. Teri ostidagi qon tomirlar kayfiyatning ta'sirida to'xtamay siqilsa, bu xil teri yallig'i odam badanining har qanday yerda ko'rilishi mumkin. Har qatim qon tomir tarayganda qon zardobi qon tomirlarining nepiz devoridan siqib chiqarilib, teri to'qilmalariga yig'iladi. Dastlabda teri ozroq chinqilib, ondan qizirdi. Uzun o'tmayla yetarlik miqdordagi qon zardobi besimi ostida tomirdan o'tib, terining yuziga o'tadi. Ana shu vaqtda kayfiyatdan manbalanadigan teri yallig'ining teri tashlash, teri qattiqlashish va qichishish qatorliq alomatlar ko'riladi. So'ngak muskulining kayfiyatga qaytiradigan inkosi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi tadqiqotlarda bayqilishicha, biz odatda taloliq muskul o'smisi yoki tala to'qilmasi yallig'i deb ataydigan kasallik alomatlarining hammasi degidak kayfiyatdagi jiddiylikdan kelib chiqqan. Birinchi dunyo urushi mezgilida okopdagi bir qism askarlar taloliq muskul o'smisiga giribdor bo'lgan bo'lib, okopdagi nam va nachar turmush sharoiti kasallikning sababi deb qaralgan edi. Halbuki ikkinchi dunyo urushi mezgilida mayli ho'l va mayli sovuq aliyat orlida yoki qurg'oq va issiq Janubiy Afrikada bo'lsin, oldingi safdagi askarlarning taloliq muskul o'smisiga giribdor bo'lish nisbati asosan o'xshash bo'lgan. Buningdan boshqa askarlarning qarorgohdan oldingi safga yetkilishiga agishib, taloliq muskul o'smisiga giribdor bo'lganlarning sonimi muqim ravishda oshgan. Oxirda bu xil kasalliklarga muayyan kayfiyatning, ya'ni bir odam o'zi qilishni xohlamaydigan bir ishni qilishga majburlanganda paydo bo'ladigan passiv kayfiyatning sabab bo'lganligi jazmlashtirilgan. Bu xil ahvolda kishilar ixtiyorsiz badanini qattiqlashtirib oladi-da, ba'zi muskullar ko'pincha hollarda mo'rning atrofidagi muskullar shuningga mos holda chingiydi. Albatta, kundalik turmushda kishilar o'zi xohlamaydigan ishga duch kelgandimi, mushu xil ahvol yuz berdi. Kishilardagi badan og'riqining eng ko'p uchraydigan sabablardan biri tala to'qilmasi yallig'idir. Tala to'qilmasi yallig'i ko'pincha kishilarda anda-sanda ko'rilib qoladi. Ammo ba'zi kishilar bo'lsa davomli tala to'qilmasi yallig'iga giribdor bo'ladi. Men dal keyingi tipga tava. Albatta bu kayfiyatdan manbalandi. Men bir doktor bo'lish supatim bilan har kuni nurg'un kishilarning kasalini ko'rmasam bo'lmaydi. Ular badanim va kayfiyatimga ig'ir besim elib keladi. Shunga badanimning u yer bu yerlari og'ribla turdi. Bo'libmi bemorning safra tuqqini shifoxonamga kelganda texmi shundoq bo'ladi. Men sirtqi dam ilishga kelganda tala to'qilmasi yallig'i va shifoxonani unutibla ketaman. Shifoxonaga qaytib kelgan amon tala to'qilmasi yallig'im darhol qaytib paydo bo'ladi. Masalan, o'ng miram eshikni ocholmag'idek darajada og'rib ketadi. Ammo bu og'riqlarning sababini aniq bilganligim uchun ancha ansirabmi ketmayman. Masala shuki, tala to'qilmasi yallig'iga giribdor bo'lganlarning nurg'uni buni tushunmaydi. Uning ba'zilari rak kasaliga giribdor bo'lib qolgandimanmi deb ansirsa, yana ba'zilari o'zida ig'ir revmatizm bor deb o'ylab oladi. Shundaqla shu sabablik oqsoq yoki mangulik meyib bo'lib qolishi mumkinligiga ishonadi. Ammo reallik ko'pincha uning aksicha bo'ladi. Tala to'qilmasi yallig'i hargizmo kishini meyib qilib qo'ymaydi. Shundaqla u ig'ir kasallikmi emas. U faqat odamni bezor qiladi xolos. Kayfiyat inqilobi nomli asardan O'tkir Almas tarjimasi. Manba
Uyg'urlar tor jurnalining 22 sonidan ilindi.